Hammaga assalomu alaykum. Niluflavers kuzatuvchilari, qisqajonlar yaxshimisizlar? Bugungi dastavkalarimizni boshlab oldik. Bugundan yana ishlashni davom ettirdik. Bayramlarni o'tkazib, bemalol endi dastavkalarimizni berishlaringiz mumkin. Zakazlaringizni qabul qilamiz. Bugungi birinchi dastavkamiz Tojikistondan birinchi marta zakaz qilib, birinchi marta ish boshlayaptilar klientimiz. So'mgulni shu uchun 1.220.000 so'mga hamma mahsulotlarni o'zimdan shu 6 yillik tajribamdan kelib chiqib yig'ib berdim. Shularning hammasi skitkada 1.220.000 so'm bo'ldi. Degancha bularning pochtalari, dastavkalari Surxondaryo, Sariosiyo tumaniga qarindoshlarga yetkazib beramiz. Qarindoshlaridan xo'jayinlari kelib Tojikistondan kirib olib ketarkanlar. Ishlariga omad. Dastavka puli Sariosiyogacha qarindoshlarining qo'ligacha 38.000 so'm bilan yetib boradi. Uni ham puli shu summani ichida qo'shilgan. Hamma narsalar juda ham ko'p qilib, barakali qilib berildi. Bularga katta savat, 100 gram hit, 7 xil rang, 4 ta osnova sumkamizdan berdim. Katta sumkamizdan bitta, 2 ta kichkina sumkamizdan 24 minglik sariq tillarang idishimizdan berdim. Bularning razmeri ham yaxshigina, kattagina. Va 4 ta qolip, 8 ta qoliplarimiz, 8 ta qolip qilib berdik. Qoliplarimiz sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Vakuum apparatda 2 xil silikon aralashtirib qilinadi. Ichida bitta ham tuzyoq yo'q. Qoliplarimizni bemalol 5 yildan 10 yilgacha ishlatsalaringiz bo'ladi. Garantiya bor qoliplarimizga ham. Xo'p, 4 ta ranglik mini idishlarimizdan oldilar, 2 metr lenta. 2 ta kraf idish, 15 pachka har xil barglardan berdim. Bu degani 150 dona barg berilgan bularga bezatishlari uchun. Shunaqa vetka barg berdim. Sumkachalarga, savatlariga chiroyli tushadi xudo xohlasa. Va katta razmerli cho'p bir pachka, o'rtancha razmerdan bitta kichkina razmerdan qilib berdim. Ishlariga omad. Yana zakazlaringizni kutib qolamiz. Kimlarning zakazi bo'lsa, pastda qoldirilgan nomerlarga bemalol Telegram orqali yozib zakaz bersalaringiz bo'ladi.